King up. King up. Haydi haydi haydi. Hop boy. Hozirgi kunda respublikamiz miqyosida shu barcha viloyatlarda avtomobil yo'llari ta'mirlanib kelmoqda. Shu sababli o'zimizning mana Qashqadaryo viloyatida ham mana Qarshi Nishon yo'lida ham avtomobil yo'li ta'mirlanib, qisman ta'mirlanib bo'ldi. Shu sababli ushbu yuk transport vositasi haydovchilaridan iltimos qilib qolamiz. Me'yordan ortiqcha vaznda yuk ortmasliklari to'g'risida iltimos qilib qolamiz. Aks holda belgilangan tartibda chora ko'rib, yuk transport vositasini vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtiramiz. Holat raqami W439FB avtotransport vositasini to'xtatganimizda 78 tonna shebin ortib yurganligi ma'lum bo'ldi. Bunga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Hozir jarimadan olib chiqamiz, jarimadan qo'yamiz.